İki etajli uyda montajini qilib ketgan edim. Hozir Belovoyga keldim. Ish jarayonidan lavhalar. Usta akalar olmaylar. Charchamang, olmaylar. Montaj mana ikkinchi etaj ketgan edim. İkinci etaj foyega chiqishda hujjat razvedkalarga simlar chiqqan. Bitta xonalarga kirib ketiladi. 3 o'rinli montajligicha turibdi. Endi hozir shkaturkadan keyin ikkinchi etajni ham bitiramiz. Har bitta xonaga vodnoylar tushgan. Mana bittasi tushgan. Endi zakazchining xohishiga qarab qilingan. Mana yerda shit bo'lyapti. İkinci etajda shiti. O'sha включат razvedkalarni avtomatlar shitda bo'ladi. Har bitta xonaga отдельно tashalgan. İkinci etaj mana. Hop, kecha mahsulotlar olib keldik. Tovarlar 4.900 qancha ham bo'ldi. Hozir mana zagotovka jarayoni. Ustalar hammomga qachon Montajni kecha qilib ketgandim. Mana patalarda qilib bo'lishibdi. Hujjat razvedkalarni qo'yib ketgan edim. Endi o'zgalaganlar qo'yib yoqamiz. Mana endi Belovoyga o'tdik. Xohlasa yoqib chiroyli qilib aytga sensorlar qo'yiladigan bo'lyapti. Zinadan tushib chiqqanda yonadigan bo'lib, pastga tenli bo'ladi.